Endi investorlarning turini bildik. Endi bizda savol bo'ladi, qanaqa qilib investorlar bilan tanishamiz? Qanaqa qilib investorga gap boshlaymiz? Birinchi biz chiqamizmi yoki investor bizga chiqish kerakmi? Shuni tushunishimiz kerak. Endi startap o'zi startaplar yoki tadbirkorlar pul kerak bo'lsa doim investorlarni qidirib yuradi. Investorlar ham doim startaplarni, yaxshi startaplarni qidirib yuradi. Chunki bu ikkita tomonlama manfaatli biznes bo'ladi. Agar startap yaxshi investor topsa, u tezroq o'sadi, o'shani pulini olib yoki bo'lmasa maslahatini olib. Investor bo'lsa, yaxshi startap topsa, yaxshi startapga, yaxshi asoschilarga, tadbirkorlarga investitsiya qilsa, u tezroq o'zini o'sha pulini 1 so'mini 10 so'm qiladi yoki 100 so'm qiladi. Ya'ni o'zbek tilida aytganda baraka topadi agar yaxshi to'g'risi topsa. Shuning uchun ikkala tomon doim bir-birini qidiradi. Startaplar doim yaxshi investorlarni qidiradi. Investorlar doim yaxshi startaplarni qidiradi. Va tanish yo'llari haqida gapirishgan bo'lsak, birinchisi masalan ko'p investorlar haqida ma'lumotlar masalan internetda bor. Ko'p investorlar masalan ular haqida bilish uchun har xil saytlarga, gazetalarga yoki bo'lmasam har xil bloglarni yurg'izadi yoki bo'lmasam YouTube'da intervyular beradi va ularni internetdan emailni topsa bo'ladi. Birinchi yo'li bu email yozish. Ya'ni o'sha professional biznes olamida email ko'proq hurmatga sazovor. Masalan, menga kimdir startap agar yoki bo'lmasam tadbirkor email yozsa yoki bo'lmasam xuddi o'sha xabarini masalan Facebookda yozsa va o'sha xabarini yana Instagramda yozsa, menda reputatsiyasi shu tadbirkorni jiddiyroq qabul qilishim. Birinchida emailda ancha jiddiy qabul qilaman. Bu email jiddiyroq bir instrument bo'lgan uchun. Facebookda undan keyin jiddiyroq qabul qilaman. Masalan, Instagramda jiddiyligi kam. Xuddi qanaqadir eski tanishim salom deb yozganda bir biznes to'g'risida kamroq o'ylanadi Instagram to'g'risida o'ylaganda. Va masalan, yana Facebookdan ham obro'liroq tarmoq bu LinkedIn. LinkedInda shu email bilan Facebookka orasidagi bir jiddiylik bilan qabul qilaman. Demak, o'sha ikkinchi anaqa birinchi email bo'lsa, ikkinchisi sotsial tarmoqlar. Sotsial tarmoqlarda siz yozmoqchi bo'lgan investoringizni topishingiz kerak sahifasini va unga xabar yuborasiz va shunaqa qilib tanishasiz. Sotsial tarmoqlarda o'sha obro'si balandroq yoki jiddiy qabul qilinadigan sotsial tarmoq bu LinkedIn. Lekin O'zbekistonda ko'pchilik hali LinkedInda yo'q. Keyingi yana boshqa sotsial tarmoqlardan biri bu Facebook. Facebook o'zi messengeri bor, shu orqali yozsangiz bo'ladi. Va yoki Instagram yoki Twitterda yozsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi tanishish yo'li. Va darsimiz davomida qanaqa xabar yozish kerak, qanaqa xabar yozish kerak emas, qanaqa xatolar qilinadi bu haqida ham gaplashib o'tamiz. Uchinchi tanishish yo'li bu tadbirlarda tanishish. Masalan, investorlar bular asosan aktiv odamlar. Bular bekinib o'tirmaydi. Chunki ular investitsiya qilmoqchi bo'lsa, odamlar bilan chiqib gaplashish kerak, odamlarni ko'proq tanishish kerak, ularni ham ko'proq odam tanishish kerak. Demak, investorlar turli xil anjumanlarda yoki bo'lmasam yig'ilishlarda yoki bo'lmasam meetuplarda, seminarlarda qatnashadi va ularni shu seminarlar yoki bo'lmasam shunaqangi yig'ilishlarda topishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam investorlar yana qayerda ko'p bo'ladi? Aytaylik, hozirgi ko'p masalan IT bo'yicha tadbirlar IT universitetlarda bo'lyapti yoki bo'lmasam coworking markazlarida bo'lyapti. Shu coworking markazlarida yoki bo'lmasam IT universitetlarda bo'layotgan tadbirlarda investorlar kelish ehtimoli katta bo'ladi. Va bu tadbirlarda qatnashish orqali siz shu investorlarni topishingiz mumkin. Buning uchun o'sha investorlarni potensial siz o'zingiz belgilagan investorlarni sotsial tarmoqlarga yozsangiz, ko'pchilik agar qayerdadir chiqish qilmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam qayerdadir uchrashuv qilmoqchi bo'lsa, bu haqda sotsial tarmoqlarda yozadi. Shuning uchun tadbirlarni kuzatib turish kerak deb o'ylayman. Masalan, mana Impact coworking markazimizda ham
juda ko'p tadbirlar bo'ladi va tadbirlarning juda ko'pi bepul. Va bu tadbirlarda qatnashish orqali qiziq odamlar bilan tanishish mumkin va o'sha potensial investorlar bilan ham tanishish mumkin. Endi 4-chi tanishadigan joyimiz bu boshqa tadbirkorlardan so'rab surishtirish orqali. Ya'ni siz agar investorlar kimlar investitsiya qilishini yoki kimlar potensial investor bo'lishini bilmasangiz, boshqa siz hurmat qilgan tadbirkorlardan so'rang. Kim mana shu loyihamga investor bo'lishi mumkin? Qaysi investorlarni bilasiz? Kimga meni maslahat bera olasiz? Deb o'sha tanishlaringizdan yoki bo'lmasam atrofdagi odamlaringizdan, tajribali odamlaringizdan, atrofdagi tadbirkor odamlardan so'rang. Ular siz tanimasangiz, ular tanishi mumkin. Chunki tadbirkorlar boshqa tadbirkorlarni taniydi va bu orqali siz investorni topishingiz mumkin. Endi investorga tadbirda qanaqa qilib murojaat qilish to'g'risida gaplashsak, chunki aytaylik siz tadbirga keldingiz, tadbirda investor o'tiribdi, oldi qatorda masalan eshitib o'tiribdi va tadbir tugadi. Shunda siz investorga borib, o'zingizni startapingiz haqida gapirmoqchisiz va startapingiz haqida gapirgandan keyin shu qiziqtirmoqchisiz. Shunda nima qilish kerak? Qanaqa qilib borish mumkin investorga? Birinchidan qo'rqmaslik kerak. Investor ham sizga o'xshagan odam. U 5 yil yoki 6 yil yoki 10 yil yoki 20 yil oldin sizga o'xshab masalan tushunmagan, qanaqa biznes qilinadi, biznesda hech narsani bilmagan odam. U ham o'rganib, xato qilib, tajribaga ega bo'lib, qayerdadir yutqizib, qayerdadir yutib, nimadirga erishgan odam. Investorlar ona qornidan investor bo'lib tug'ilmaydi. Ular ham shu biznesda xato qilib, o'rganib, keyin shunaqangi bir darajaga erishishi mumkin. Demak, investorga murojaat qilayotganda juda bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Birinchi bo'ladigan taassurot juda muhim. Birinchi bo'ladigan taassurot bu faqat investorga murojaat qilganda emas, bu ixtiyoriy odam bilan tanishganingizda muhim. Sizni masalan kiyinishingiz, sizni masalan gapirishingiz, agar masalan startap olamidan bo'lsangiz, investorlar startapga investitsiya qiladigan odamlar undoq qaraganda sizda masalan o'zi siz to'g'risida birinchi fikrga ega bo'ladi. Siz masalan yirtuv kiyinganmisiz yoki bo'lmasam galstuk taqib olish ham bir startaplarda to'g'ri narsa hisoblanmaydi. Ko'rsaki agar siz masalan galstuk taqgan, kostyum shimdek kelsangiz, bu bank xodimi bo'lsa kerak qanaqadir yoki bo'lmasam bu qayerdadir bir ishchi bo'lsa kerak. Bu hali startap tadbirkorlar profili emas. Tadbirkorlar erkin kiyingan bo'ladi, lekin shu bilan birga bir aytamiz, business casual degan bir format bor. Business casual shu yozib qo'ysanglar, tagiga internetda ko'rsanglar bo'ladi yoki bersangiz bo'ladi qanaqaligini. Siz masalan futbolkada ham bo'lishingiz mumkin, polo kiyimda ham bo'lishingiz mumkin, lekin bir shu tasavvur qiling, uchrashuvga chiqyapman deb o'ylang va uchrashuvga chiqqaningizda shu to'g'ri fikr qoldirishingiz kerak. Va birinchi murojaat qilganda shu qisqa startapingiz nimalik haqida gapirish. Bu gap juda sodda, qiyin bo'lmasligi kerak. Lekin shu qiyin emas, bir elevator pitch deydi. Elevator pitch degani nima degani? Bu tasavvur qiling degan, masalan siz investor bilan liftga kirib qoldingiz va lift ko'tarilyapti, masalan 9-etajga ko'tarilyapti. Ko'tarilishi masalan 30 sekund davom etadi, 20 sekund. Shu 20 sekundda startapingiz to'g'risida aytib berib, investor qiziq ekan, menga vizitka yana ber, telefonlashaylik yoki yana uchrashaylik, gapirib ber, menga qiziq deydigan bir suhbat. Shunga elevator pitch deydi. Ya'ni liftda ketayotganda g'oyangizni sota olishingiz kerak. Endi shu investor bilan uchrashganda masalan nima deyishingiz mumkin? Assalomu alaykum, men yosh tadbirkorman. Hozir qilayotgan loyiham masalan aytaylik, mana taksi to'g'risida gaplashamiz. My taksi, mana o'zimni holatim haqida. Meni hozir qilayotgan loyiham bu mobil ilova va bu shahar ichida oson mobil ilova orqali insonlarni bir nuqtadan boshqa nuqtaga yetkazishi tez imkonini beradi va bu yerda biz masalan katta bozor ko'ryapmiz va bizani hozirgi qilayotgan masalan ishimiz
bizani ko'rayotgan masalan bozorimizda bu eng katta korporativ bozorda hech kim o'yinchi yo'q. Shu o'yin korporativ bozor egallamoqchimiz. Masalan, yiliga $400 million masalan. Va ikkinchisi qilayotgan narsamiz bu respublika bo'ylab shu litsenziyalash orqali tez tarqalmoqchimiz va shunga bizga hozir yordamingiz kerak. Shunga sizga murojaat qilyapman deysiz. Pul kerak demaysiz, yordamingiz kerak. Chunki pul kerak desangiz qo'rqitadi. Faqat mana bularga pulim kerak ekan deb. Yordamingiz kerak desangiz, ular keyin qiziqishi mumkin. Nima yordam masalan? Maslahatingiz kerak deyishingiz mumkin. Qanaqa qilsak bo'ladi? Masalan, biz hozir mana shu etaplarga keldik. Qanaqa qilib keyingi etaplarga o'tishimiz mumkin? Ya'ni investor bilan gaplashishdan maqsad investorni ko'rganda mana ko'zingizda dollar belgisi bo'lmasligi kerak. Investorni ko'rganda investor bu sizni bo'lajak partnyoringiz deb ko'rishingiz kerak. Va qaraganda shu partnyori bilan, mana shu odam bilan men kelajakda ishlay olamanmi, yo'qmi deb ham qarashingiz kerak. Xuddi mana investor bilan hamkorlik qilish, bu ana uylanishga o'xshagan narsa. Yigitlar uchun yo qizlarga turmushga chiqishga o'xshagan narsa. Bu terminni ko'p ishlatishadi. O'sha ingliz tilida marriage deydi. Ya'ni nimaga? Chunki siz investorni o'zingizni kompaniyangizga olganingizdan keyin u sizning hamkoringiz bo'ladi va u bilan yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham ko'rishasiz va uzoq vaqt masalan birga ishlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun siz o'zingizga savol berishingiz birinchi. Shu odam menga investor bo'lsa, men bu bilan ishlay olamanmi, yo'qmi? Bu shuni savol berganingizdan keyin juda yana ko'p boshqa savollar paydo bo'ladi.